Assalomu alaykum go'zal muslimalarim. Qanday sog'misiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan yana g'oyibona diydorlashtirganimdan juda ham xursandman va sizlar uchun tikuvchilar, konstruktorlar va endi boshlayotgan mana shu yo'nalishda yo'lni boshlab turgan barcha muslimalar uchun juda ham kerak ma'lumotlar berishni davom etaman. Inshaalloh sizlar uchun bugun eng zo'r ma'lumot beraman. Nima haqida? Andozalar haqida gaplashamiz. Andoza asli o'zi nima? Andoza nimaga kerak? Andozasiz bo'lgan tikuvchilarga eng katta savol nima uchun andoza kerak? Andozasiz ham yaxshi ko'ylaklar tikamiz-ku. Nima sababdan o'zimizni qiynab, vaqtimizni ketkazib, avval andoza chiqar, hisoblab, undan keyin ko'ylak tikishimiz kerak degan savollarga bugun gaplashamiz va javob berishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib andoza o'zi asli nima degan savolga javob olsak, andoza so'zi o'zbekchasiga buni ma'nosini tushuntirganimizda andozasini ol, ya'ni xuddi shuni qolipini ol degan ma'noni bildiradi. Demak, ayollar liboslarining asos andozasini yaratish deganda ayollar qayeri qomati, kiyimni biz qomatimizga, tanamizga kiyamiz. Kiyim o'zi asli bizga nima uchun kerak degan savolga birinchi javobni berib o'tamiz. Kiyim bizni avratlarimizni yopish uchun kerak. Lekin biz doimiy harakatdagi maxluqotlarimiz, o'zingizlar bilasizlar, yashashimiz kerak, biz harakatlanishimiz kerak. Kiyim qanday bo'lishi kerak? Kiyim inson uchun qulay bo'lishi kerak. Ham tanani bekitish kerak, ham qulay bo'lishi kerak. Qo'pol, harakatlanishga xalaqit beradigan kiyim bu yaxshi kiyim emas. Qanaqadir tadbirlarga, qanaqadir bilmadim nimadirlarga kerak bo'ladi. Lekin bizni o'zimizni ateli ishlab chiqarish umuman 99.9% kiyim inson uchun qulay bo'lishi kerak va shart. Chunki biz ham biologik xususiyatlarimiz, inson tanasini tuzilishi biologik, ham fiziologik, ya'ni harakatlanishimizni hisobga olgan holda kiyim tikishimiz kerak. Tushunarli? Bu yana nima? Qo'limizni ko'tarishimiz uchun qulay bo'lishi kerak. Bu fiziologik xususiyatimiz hisoblanadi. Tanamizni qisib qo'ymasligi kerak yoki tanamizdan tushib ketmasligi kerak. Demak, bu biologik xususiyatlarimizga kiradi. Agarda siz qaydadir kiyimingiz biologik va fiziologik xususiyatlarga javob beradimi, mana shu shartlarga javob beradimi desa, siz mana shu narsani ko'z oldingizga keltiring. Demak, biz oddiy yo'nalishda emasmiz. Qizlar ham mukammal, ham murakkab, ham juda ham sharafli kasbga qadrlamaydigan bu narsani. Demak, kiyim inson uchun qulay bo'lishi kerak. Biologik va fiziologik bizni insonlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda kiyim tikishimiz kerak ekan. Endi andoza so'zi qolip degan ma'noni bildirsa, insonning qomati yaxshi ko'rinyaptimi? Xo'p, demak, ayollar liboslari haqida gaplashamiz. Men ayollar liboslari bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun ayollar qomati, mana shu qomat, ko'krak, orqa nimalarimiz, kuraklarimiz, bel kichrayapti, bo'ksa yana kattayapti, to'g'rimi? Mana shu bizni biologik holatimiz. Mana shu holatga qolipdek tushadigan matodan yoki qog'ozdan konstruksiyasini chizib olish bu asos deyiladi. Demak, asosni yaratish uchun klientimizni qomatiga loyiq turadigan ideal holatda kiyganda mana bu biologik holatlarni hisobga olgan holda kengayish, torayish, mana shularni hisobga olgan holda andoza yaratishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, andozani hech qanday o'lchovlarsiz ham yaratsa bo'ladimi degan savol juda ham internetda adashmasam trendda bo'ldi. Bo'ladi. Mana shu insonning qomatiga qog'ozni olasiz. Hozir men tayyorlab olmabman. Shunaqa qo'yamiz. Qayerda oshchasi bo'lsa kesib qomatiga qolipdek qilib tushirib qo'yib va uni olib matoga bichib tikib kiydirsak, insonning qomatiga qolipdek tushadi. Demak, asos yaratish mumkin. Lekin u bizga to'g'ri kelmaydi. Biz bitta yo'nalishda olishimiz kerak. Hamma insonlar qomatiga tushadigan, endi bu degani 100% tushadi, asos andoza degani emas. Misol men faoliyatim davomida 10 ga yaqin asos andoza o'rgandim. 10 ga yaqin asos andoza 10 xil turdagi metodikada
bu Müller bo'lsin, fransuzskiy bo'lsin, rossiyskiy metodika yoki bo'lmasa mualliflik metodikani rossiyalik konstruktorlarnikini ham o'rgandim, o'qidim va mana shu hamma bilimlarimni hisobga yig'ganimda, hisobga olib xulosa chiqarganimda hech qaysi andoza har qanday qomatga 100% to'la to'kis qolib tushmaydi qizlar, hech qachon. Asos andozani o'rganishinglar kerak va bu asos andozani har bir qomatga moslashtirib o'rganishlar kerak. Chunki u bir xil razmerdagi ayollarni 10 tasini olib kelib qo'ying, ularni o'lchami bir xil bo'lishi mumkin, lekin qomati har xil bo'ladi. Kimdir bukchagan, kimdir kekkagan, kimdir grud teparoqda, kimdadir pastda, kimdadir beli pastda, tepada. Tushunarli, hammasi 48 razmer bo'lishi mumkin, lekin qomati har xil bo'ladi. Buni hamma tikuvchilar biladi. Demak, bitta siz chiqargan asos andoza hech qanaqasiga 48 razmerdagi 10 ayolga qolib tushishi mumkin emas. Mayli 6 tasiga tushsin, 7 tasiga tushsin, mana shu dunyo standartida tushadi deb qabul qilinadi. Lekin 100% tushmaydi qizlar. Bunaqa metodikani men ko'rmadim, bilmadim, balki bordir, lekin men bilmadim. Demak, andoza haqida qaytamiz. Andoza insonda qomatiga qolib tushish, qomatni qolipini olish. To'g'rimi? Mana bu qomat. Demak, andoza yaratish uchun umuman kiyim bo'linadi, to'g'rimi? Avval insonda asosiy tochkalari bo'ladi. Inson qomatini uni boshqa darslarda tushuntirib o'tib ketaman. Bugun andoza haqida gaplashamiz. Kiyimimiz oldi va orqa ikki bo'lakda bichiladi. To'g'rimi? Orqa alohida bichamiz. Andozasiz bichadiganlar ham oldi alohida, orqa alohida bichiladi. Va bichganimizda inson xuddi masalan korobkadaqa yoki boshqa nimaga o'xshab to'rtburchak narsa emas. Insonning kirgan, chiqqan joylarimiz bor, to'g'rimi? Hammada har xil. Ba'zi ayollarda qorni chiqqan, ba'zida bo'ksa chiqqan, kimdadir bo'ksa yo'q, ko'krak katta, kimdadir qorin katta, ko'krak yo'q, erkak kishilar million xil qomat. Misol uchun 25 yillik ish tajribam davomida juda ham ko'p turdagi hech qachon bir-biriga o'xshamagan qomatlarni ko'rdik, to'g'rimi? Hamma tikuvchilarga bu tanish qoladi. Xo'p, demak, andoza yaratish uchun oldi va orqani olamiz. Vitichka degan narsa bor bizda. Vitichka asos andoza nima? Vitichkalar yordamida insonni qomatini, figurasini chiqarish. Vitichkalar kerak bo'ladi. Vitichkalar nima bu? Bu ortiqcha ko'krakni ham yaxshilab qarasak, hozirda qarab qo'yay, to'g'ri olinyaptimi yo'qmi? Meni yaxshi ko'rinyapti. Demak, insonni yonboshidan qaraymiz. Bu yonchoq. Insonni oldi va orqasini bo'lib turadi. Demak, bizda oldi andoza va orqa andoza. Yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Oldi asos andoza, orqa asos andoza. Bu birinchi. Ikkinchidan, insonni ikki tarafimiz bir xil, ya'ni simmetrik. Mana bu andozani hamma o'zi tikuvchilar andozasiz ham ikkiga buklab bichamiz. Demak, inson qomatini to'rtga bo'lyapmiz. Oldiga va orqaga va oldini ikkiga, orqani ikkiga bo'lamiz. Demak, to'rtga bo'lyapmiz inson qomatini asos andoza yaratish uchun. Endi, demak, yon tarafdan yaxshilab e'tibor beramiz. Buni yaxshiroq tushunib, bu videoni qayta ko'rganingizda andoza nima ekanligini yaxshiroq tushunasizlar qizlar. Hozir buni doskada ham chizib ko'rsatib, qomatni tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Endi yon tarafga qaraymiz qizlar. Yon tarafidan ko'krakning yonlari ozgina chiqqan, bunga chiqqan va bel ozroq kirgan. Asos andozamizda mana shu joylarga juda ham yaxshi e'tibor berishimiz kerak. Beldan sirazi ko'p kirib olmasligimiz kerak. Kiyim tikayotganda umuman va bo'ksaga chiqyapmiz. Va bo'ksamiz bizni tekis emas, mana bu yerda ozgina yog'lar bor, chiroyli yog' qilib figura berib chiqarishimiz kerak. Ozgina sayqallaymiz. Bu yon, bokovoy qismimiz, yon chiziq. Endi oldiga e'tibor beramiz yon tarafdan. Nima qolipimiz uchun biz qomatni shunday ko'chirib olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ayollarda eng chiroyli joyi, ko'ylak chiroyli turishi uchun bizga yordam beradigan, ya'ni bizning ziynati ko'krak bor. Grud kiyimda eng asosiysi razmerini olish ham ko'krak aylanasidan kelib chiqadi. Buni hamma biladi, to'g'rimi? Ko'krak aylanasining yarmi razmer deb olingan. Xo'p, demak, ko'krakdan bu yerga qaraganimizda hozir lineykani bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir svetni oling. Harakat qilaman. Demak, bu yerda yaxshilab e'tibor berib turamiz.
ko'kragini to'rtburchak andozani buklab olganini hisobga olganda ko'krakni to'g'risidan to'g'ri tushganimizda mana beldan pastga mana bu yer oshiqcha. Biz mana shu yer kirgizish uchun mana shuncha joyda bitishga kirgizishimiz kerak. Asos nimalaridan biri chiqarishimiz. Va ko'krakdan yelkaga qaratib borganimizda ham bu yerda qancha joy masofa oshib qoladi va mana shuni kirgizishimiz kerak. Bu yerga yopishtirishimiz kerak inson qomatini qolipini olish uchun va yelka vitichkasi bizga kerak bo'ladi. Demak, yelka vitichkasidan oshiqcha matoni kirgizish va ko'krak chiqadi. Ko'krakdan pastga qarab belni uchun yana figurani chiqarish uchun biz vitichkalardan foydalanamiz qizlar. Vitichkalardan bitta vitichka emas, turli xildagi vitichkalardan foydalanamiz. Lekin asos andozani vitichkasi har doim yelkadan ko'krakka qarab keladi va ko'krak bilan do'ksa orasida belni qomatimizni chiqaramiz, kirgizamiz. Orqamizga e'tibor beramiz. Orqamizda ham xuddi shunday kuraklar chiqqan, bel kirgan bu yerda vitichka hosil qilamiz va bu yerda kurakni tepasiga yelka suyri deydimi o'zbekchasiga kichrayib ketgani uchun yelka vitichkalar ham juda ham muhim, juda ko'pchilik e'tibor bermaydi, juda ham muhim. Libosda qomatga qolipdek tushishi uchun mana shu qomat qolipini olishimiz uchun, qolipdek tushadigan ko'ylak tikamiz degan reklamalarni eshitganmisizlar? Yelka vitichkasi juda ham muhim va ko'krak vitichkasini yelkadan ko'krak uchiga qaratib olamiz va istagan joyga ko'chiramiz. Lekin birinchi asosda bilmadim, har doim yelkadan tushgani to'g'ri deb o'ylayman men. Balki kimlardir bu yerdan ham qilar boshqa metodikada, lekin hamma metodikada men o'rgangan metodika Rossiya boshqa ustozlarimni yelkadan tushgan vitichka to'g'ri bo'ladi qizlar. Demak, qolipini olish uchun bizda mana shunaqa asos bo'ladi. Va hisoblaymiz, men kanalimga qo'yganman, ko'krakni mana bu baland joyi bilan mana bu ko'krak tugagan joyini farqini olganman-da, sirazi yelka vitichka hosil qilganman. Xuddi shunga o'xshab bel bilan ko'krak aylanasini farqini olamiz. Belingiz ko'krak aylanangiz misol 92 va bel aylanangiz 70 bo'lsa 22 sm примерно bel ko'krakdan kichkina bo'ladi, 22 sm oshiqcha narsani bo'lib taqsimlab vitichkalarga kirgizib olishimiz kerak. 22 sm oldiga 11, orqaga 11 degani bo'lsa, ko'krak tagiga kattaroq, chunki farqi katta bo'lgani uchun orqaga sal sayazroq qizlar va yonboshga ham imkon qadar orqadan ko'ra kattaroq, lekin ko'krak ostidan ko'ra kichikroq holatda vitichka berib, qomatni qolipini olishinglar mumkin. Asos andoza shu. Va mana shu qomatni qolipini olganimizdan keyin bu qomatni qolipidan istagan modelimizni chiqarishimiz mumkin. Lekin mana shu qomatni qolipini olish uchun biz andozani o'rganishimiz kerak. Ya'ni metodikani. Hamma metodika bitta. Maqsad mana shu qomat qolipini olish. Boshqa maqsad yo'q. Maqsad asos andoza ayollar qomatini qolipini olib beradi bizga. Ya'ni andozasini ko'chirib beradi, figurasini, andozasini ko'chirib beradi. Demak, andoza haqida shunaqa ma'lumot. Endi mana shu ozgina pribavkalar haqida, o'lchov olish haqida gapirib o'tib ketay. Bu ham juda ham qimmatli ma'lumot qizlar. O'lchov olayotganda klient har doim qomatni o'zini olinglar. Kenglik haqqi, chok haqqi, harakatlanish haqqini hech qachon qo'shmanglar. Uni andozani tayyorlash davomida qo'shasizlar. Chunki mana shu qomatni qolipini chiqarish uchun bizga u qo'shimcha sonlar bizni adashtiradi. Tushuntira oldimmi? Chok uchun, fason uchun yoki harakatlanish haqqi uchun qo'shilgan bizga santimetrlar, haqlar, sonlar biz qomatni qolipdek chiqarib olishimiz uchun bizni chalg'itadi xolos va andozamiz noto'g'ri chiqadi. Buni andoza tuzish davomida qo'shib ketiladigan narsalar chok bichilish davomida qo'shiladi. Chok haqqi. Harakatlanish haqqi andoza tayyorlash davomida qo'shiladi qizlar. Mana shu narsani yodlab, kerak bo'lsa daftarlarga yozib olinglar. Demak, asos andozamiz oldi va orqa asos andoza bo'ladi va oldi ham ikki buklangan holda bir xil holatda ochganda simmetrik insonni qomati bo'lgani uchun mana shu holatda bichib olamiz va insonni mana aylantirib o'lchaganimizda meni manekenimda ko'kraklari ham joyida, chiroyli kuraklari joyida, figurasi juda ham joyida. 10-12 sm, 20 sm balki.
katta bo'lsa, mana shuni vitichkalarga kirgizib tashlaymiz. Mana bu yerda ham insonni qolipdek chiqishi uchun bu yerdan vitichka kirgizib tashlaymiz. Demak, mana shu asos. Va endi shu yerda yana bitta narsani tushuntirib o'tib ketaman. Yengimiz mana bu joy, mana e'tibor berib qaraymiz. Mana kimga chizmayman qizlar. Mana inson qo'li. Mana shu joy proyma kengligi bo'ladi, yeng omozining kengligi bo'ladi va mana shu yerga yeng o'rnatiladi. Asosda. Siz mana bu qo'lni oldidan boshlab, narigi shu joygacha va proymaning kengligi, qo'l turadigan o'rni va orqa kenglikni olganingizda butun ko'krak aylanasini kengligini olgan bo'lasiz. Loyiq bo'lish kerak. O'ziga tushadigan qolipdek bo'lish kerak. Tor emas, keng emas, hech qanaqa harakatlanish haqida. O'lchovingizda shunaqa bo'lish kerak. Misol uchun shirina proyma, ya'ni proyma kengligida juda ham ko'pchilik qiynaladi. Eng oson yo'li qizlar shunday qo'lni tushiramiz. Mana shu joyni olamiz. Tagiga lineyka yoki qog'oz yordamida bemor metga berib o'lchab olishinglar mumkin. Va hech qachon oldi kengligida olmanglar. Ko'krak kengligini ishlatamiz. Asosan oldi kengligida nima uchun ishlatamiz? Tekshirib olish uchun ishlatamiz. Oldi kengligi ham olinadi, tekshirib olish uchun ishlatiladi. Demak, andoza inson qomatini qolipda ekan. Qolipini chiqarish uchun insonni qolipini yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ayollarda qomatini. Siz gap asos andozada emas, asos andozani har bir ayolning qomatiga moslashda. Tushuntira oldimmi? Endi qomatni chizib ko'rsatishga harakat qilaman. O'skani ozgina siljitaman va chizaman. Hozir chizib olib, keyin kameraga qarayman. Inson qomati yelka, belga kiramiz va bo'ksaga chiqamiz va tushamiz. Bu yoqlar oyoq, ko'krak va qo'l tushadi. Endi hozir bitta qarab beraman. Bu erkak yelgan joyimiz bo'ksa, bel, ko'krak va bu yeng omozi bo'ladi. Xo'p, yaxshi ko'rinyapti ekan. Men nima deydi, dizayner emasman, nima deydi, eskiz chizadigan emasman, chiroy chizmayman, shuning uchun tushunishga harakat qilinglar. Siz tushunadigan holatda qilaman xolos. Va yelka chizig'i. Asos andozada yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, yelka chizig'i bo'ladi, proyma uzunligi bo'ladi, ko'krak balandligi bo'ladi, bel va bo'ksa va kiyim uzunligi. Mana shu holatdan kelib chiqqan holda andoza yasaymiz. Yelka balandligimiz, ya'ni beldan yelkagacha bo'lgan balandlik kerak bo'ladi bizga. Demak, yelka chizig'i, proyma chizig'i, insonni o'lchov olganda mana shu andozasi to'ch chiqib berish kerak. Mana hech qachon siz choy haqi yoki harakatlanish haqqini qo'yib, mana bu inson qo'ltig'ini pastga tushirib yubormaysiz. Shuning uchun har doim o'zi aslida juda ham yengil kiyimda haqiqiy professional dunyo dizaynerlari ichki kiyimda o'lchashdi. Lekin biz endi unda imkon yo'q. Eng yengil kiyimda o'lchaganimiz yaxshiroq bo'ladi. Demak, proyma chizig'i, ko'krakning eng baland joyi, bel chizig'i, bo'ksa chizig'i va kiyim uzunligi. Demak, mana shuni bukilov holatida insonni o'rtasidan bo'lib olgan holatda mana bu qomatini chiqarishimiz kerak. Demak, mana bu bukilov holatimiz, bu yelka chizig'ini ham olamiz. Bukilov holatimiz, yelka har doim qiya bo'ladi, to'g'rimi? Buni ham sal qiya qilib, sizlar tushunarliroq bo'lishi uchun yelka qiyaligini tushiramiz. Men ozgina naqd qildim. Proymaga tushamiz, belga kiramiz, bo'ksaga chiqamiz va bu yog'ini to'g'ri tushiramiz. Mana shu holatdan kelib chiqib andoza tayyorlanadi. Andozani ko'z oldiga keltirayotganda insonning qomatini har doim ko'z oldiga keltiringlar. Va bu kirishimizga va ko'krakni hozir sizlarga ko'rsatganim yonidan qaragandagi bu vitichkalarimiz hozir orqani chizib
oldi chizaylik. Oldi chizamiz. U bitishga uchun mana bu yerda eng ingichka joyimiz ko'krakka kelganda kattayyapti va bo'ksaga kelganda kattaygani uchun ko'krakgacha va bo'ksagacha bitishga tushirib olyapmiz. Bu o'lchamlarni aytmayman, hammalida individual bo'ladi. Va bu yerda ko'krak yelkagacha bo'lgan mana bu joydagi haqqini esa biz qanaqa bo'lamiz? Bu yerda bu yergacha oshiqcha uzunni proymadan tushib ketdi, o'zingiz tushunib olasizlar. O'lchov bilan qilmaganim uchun. Mana bu joyda ko'krak uchigacha bo'lgan, ko'krak uchidan tushib ketmaydi yoki tepaga ko'tarilib ketmaydi, ko'krakning baland joyigacha bo'lgan joydagi oshiqcha bitishgani, ya'ni yaxshilab e'tibor berasiz, ko'krak, qorin, mana bu yerda yelka, bu yerda qo'l o'rni bo'ladi, mana qo'lni. Bu batovi. Mana bu joyda va mana bu joyda haqqa bu bitishkamiz bu. Demak, andoza shu. Andozani qolipi shu. Yaxshilab e'tibor beramiz. Endi orqani e'tibor beramiz. Ayollarning orqa tarafida kurakda ozgina kirgan, kurak sal chiqqan va biodra qismi oyoqqa kirib ketadi. Mana bu bukilib. Endi orqasini chizayotganimizda biz ham mana bu joydan orqani qilganimizda bu kurak uchun vitishga qilyapmiz, kirishi uchun proyma, bel uchun kiryapmiz, bu yoqqa chiqib ketyapmiz va orqa qismidagi kirgan joyini ham xohlasanglar chiroyli qilib o'rtadan ham kiringlar va bu yerdagi vitishgani ham kirib insonni qomatini, qolipini bemalol chiqarib, andoza chiqarishlar mumkin. Andozada hech qachon chalg'imanglar, hech qachon murakkab ekan deb to'xtab qolmanglar. Eng muhimi sizlar qomatni, qolipini chiqarishinglar. Endi mana shu yerda juda ham ko'pchilikni qiynagan yeng haqida, bu yelka deb tasavvur qilaylik. Mana bu yelka, bu inson qomati, bu yelka, bu proyma, ya'ni yeng turadigan joy. Andozani ikki tarafdan olib kelganimizda mana shu holatda bo'ladi. Mana bu holatda bo'ladi. Demak, bu yerda proyma chiziq, bel chiziqlari bor. Va mana shu joyda qo'l yo'q deb tasavvur qilsak, hozirgina sizlarga mana ko'rsatganim, mana bu yerga yeng o'rnatamiz. Yeng o'rnatganimizda yengimizni holati qanaqa bo'ladi bizda? Yeng asos andozasi haqida o'zimni tushuncha berib o'tib ketaman. Mana shu yerda yengimizni tom qismi bo'ladi, ya'ni akati bo'ladi va bu yerdan pastga tushib ketamiz, qo'ltiq ostiga tushib ketamiz va tom qismini mana bu tushib ketadigan joyni ikki tarafga ochib biz asos andoza tayyorlab olamiz va bu asos andozadan istagan modelimizni chiqaramiz. Asos andozadan mana bu tom qismi bizni mana bu bilagimiz turadigan joyi bo'ladi, qizlar. To'lacha ayolga bu kengroq bo'ladi, ozg'in ayollarga torroq bo'ladi. O'zini razmeridan kelib chiqqan holda hisob kitoblar bilan chiqarganingiz juda ham o'zini qolipiga tushadi va mana shuning uchun ham agar to'lachadan kelgan ayol bo'lsa, mana bu yerni semizroq olamiz, to'g'rimi? Bu yer ham uzayadi, chunki bu yer kengayadi-da, qo'lni o'rni mana kengayadi, qo'lni o'rni. Mana shu qo'lni o'rnini chiqarib olsangiz, yeng asos andozingizda mana bu qo'lni tagiga kirib ketgan joyi endi andozada ikki tarafga chiqarib bichamiz. Qachonki siz mana shu qo'lni o'rnini, razmerini hammasini to'g'ri bilganingizdagina siz andozangiz to'g'ri chiqadi. Andoza mana shu qizlar, ayollarning qomatini qolipi. Demak, andozaga qaraganingizda har doim bu liniyalarga qaraganingizda siz o'zi tushuningki, bel chizig'i bitishgan eng keng joyi, bitishkalar tugagan joylar ko'krak balandligi va yelka proyma chizig'i, yeng o'miziga tushgan chiziqlar. Demak, asos andozamiz nima ekanligini tushuntirishga harakat qildim sizlar bugungi videolarda. Andoza umuman ishlatmaydigan qizlarimiz yoki andoza kurslarida o'qib tushuna olmayotgan qizlarimiz yoki bo'lmasa andozani o'rgansammikin, o'rganmasammikin, o'zi menga kerakmi, kerak emasmi deb qaysi yo'lni tanlashni bilmasdan turgan qizlarga tushuncha bo'lish uchun aytdim bu narsani. Sababi bu juda ham
zo'r narsa. Buni tushungan odam andozani juda ham oson tushunib oladi va andoza nima uchun kerakligini juda ham yaxshi tushunib oladi. Shim haqida ham alohida video qilaman, uni ham tushuntirishga harakat qilaman. Lekin eng asosiysi qizlar, andozani o'rganganingiz ma'qul. Agar siz ishingizni professional bo'lmoqchi bo'lsangiz, premium klassdagi insonlarga xizmat ko'rsatib katta pul ishlamoqchi bo'lsangiz, andozani o'rganing. O'zingizni bilimingizni ustasi bo'lishni istasangiz, andozani o'rganing. Yo'q, men shunchaki oilam uchun, o'zim uchun oddiy fasondagi liboslar tikaman desangiz, andozani o'rganing deb anaqa qilolman. Men sizlarga nima deydi, shart andozasiz tikib bo'lmaydi, andozasiz tikuvchilik bo'lmaydi deyolmayman. U noto'g'ri narsa. U tushunchadan uzoqman men. Hozirgi holatda ham men atelyemda andozasiz ham bichiladi. Oddiy ko'ylak, lekin 90% liboslar andoza bilan bichiladi va qolipli klientlarga tushadi. Va har qanday andozada ham hech bo'lmasa bir marta primerka qilib olib tikkaningiz ma'qul, shunda ishonchli bo'ladi. O'zingizga qo'rquvlaringiz yo'qoladi. Har doim aytaman men, primerka bilan tikkan ma'qul. U degani 3, 4, 5 marta primerka emas, bir marta ko'rib olganingiz ma'qul. Balki bir marta kiyganingizda ko'p holatlarda o'ziga tushadi, qomatga zo'r bo'lib tushib beradi. Siz ozgina bo'yinidir, qayerdadir ko'rib olasiz va bitkazgandan keyin qayta o'rgatchilik bo'lmasligi uchun andozani bilan ishlaganingizda ham primerka qilganingiz ma'qul. Demak, andozalar haqida, insonning qomati haqida tushuntirishga harakat qildim. Insonning qomati, ayollar qomati deylik, inson emas, erkaklarni andozasini ham tushunmayman men. Erkaklarni yo'nalishda emasman, ayollar yo'nalishdaman. Alhamdulillah yetarli bilaman. Demak, yeng andozasini ko'rinishi shunday. Ko'rinyaptimi bilmadim. Yeng andozasini ko'rinishi shunday. Ayollar qomatini, qolipini ko'chirib andoza yaratish uchun bizga mana shu liniyalar kerak bo'ladi va bu liniyalarni mana shu aylanalarga moslab olamiz va oshiqcha joylarni vitkalarga kirgizib olganimizda bizda asos andoza yaraladi. Siz o'zingizni andozangizni yaratish uchun ham o'rganishingiz kerak andozani. Ustoz tanlang, xohlasangiz bepulga o'rganing, kitoblardan o'rganing, ruscha terminlarni o'rganishga harakat qiling. Hozir juda ham zo'r zamonda yashayapmiz. Google'da programmalar orqali tarjima qilib bemalol o'zingiz ustida ishlashingiz mumkin. Uyda o'tirgan holatingizda ham har kuni kechqurun kamida 1 soat, 2 soat o'zingiz bilimingiz uchun, o'zingiz rivojlanishingiz uchun vaqt ajratsangiz juda ham yaxshi. Agarda sharoitingiz bo'lsa, bemalol bitta ustoz topib, kim bo'lishini farqi yo'q. O'zingiz istagan ustozni tanlab, o'zingizga yoqqan ustozni tanlab, o'qib, ustoz ko'rib, bitta yo'nalishda ketganingiz undan ham yaxshi bo'ladi qizlar. Qizlar, bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. Kanalimga a'zo bo'lib, like bosib qolishni esdan chiqarmanglar. Duolaringlarni eslab qo'yasizlar va men Telegram kanalimga a'zo bo'lsanglar, bundan-da yaxshi, bundan-da ko'p ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Yana bitta yangilik, yaqin kunlarda Telegram kanalimdan Yuliya metodikasini ayollar asos andozasini mutlaqo tekinga barcha tikuvchi ayollar uchun, tikuvchi bo'lmagan ayollarimiz uchun sovg'a qilib primo efirda o'rgataman. Zapis bo'lmaydi, harakat qilaman. Hamma sir asrorlarni o'rgatishga 3 kunlik bepul vebinar bo'ladi. Telegram kanalimga qo'shilib oling. Yangilikdan qolib ketmang. Hamma joyda trendda bo'layotgan Yuliya metodikasini ayollar asos andozasi sizlarga mutlaqo bepul, mutlaqo tekinga barcha sekretlarni eng oson yo'llar bilan o'rgataman. Buning uchun YouTube kanalimga a'zo bo'ling, Telegram kanalimga a'zo bo'ling va albatta video tagiga like